Shu rasmda ko'rib turgan insoningiz Muhammad Salah. Bu rasm 2012-yilda Salah Bazil klubi bilan shartnoma imzolagandan keyin olingan va Salah o'z karyerasini Yevropada, ya'ni Shveysariyada boshlaydi. Salahning Bazildagi davri yomon o'tmaydi. U juda ham tez, qarshi hujumlarda himoyachilarni to'xtatishga ancha qiynalgan. 79 ta o'yinda 20 ta gol, 17 ta assist amalga oshirdi. Ammo uni butun Yevropaga tanitgan o'yin 27-noyabr 2013-yil Chempionlar Ligasining 2012-2013-yilgi mavsumida Bazil o'z uyida Chelsea ni qabul qildi. Mana xuddi shu o'yinda Salah fenomenal o'yin ko'rsatdi. Ya'ni o'yinning 87-daqiqasida o'yinni hal qiluvchi golni urib, Bazil o'z uyida Chelsea ni mag'lub etadi. Mana xuddi shu o'yin Salahni Yevropaga tanitadi. Katta jamoalar qiziqish ostiga tushadi. Ammo Chelsea 2014-yil yanvar oyida 11 million yevroga Salahni sotib oladi. Katta orzular bilan APLda o'ynashni orzu qilgan Salah uchun Chelsea ishlar unaqa yurishmaydi. Jose Mourinho unga ishonmaydi. Ko'p o'yinlarni u zaxirada o'tkazadi. 19 ta o'yinda 2 ta gol, 3 ta assist. O'sha paytki Chelsea jamoasi yulduzlarga to'la bo'lgani sababli Salahga joy yo'q edi. Shu sabablar birga bo'lib Salahni Chelsea Florentinaga ijaraga berib yuboradi. Afsuski Salah Florentinada ham yaxshi o'yin ko'rsata olmaydi. Mana shu joyda ko'pchilik futbolchilar sinib qoladi. Lekin Salah unaqa emas edi. Florentinadan so'ng Romaga ijaraga beriladi. Romada Salah fenomenal o'yinni ko'rsatadi. Va yaxshi ko'rsatgan o'yinlaridan keyin Roma Salahni Chelseadan sotib oladi. Salah Romada butunlay boshqa o'yinchiga aylanadi. U asosiy tarkib o'yinchisi, murabbiy unga ishonadi va Salah o'z ustida ishlaydi. Oldinlari Bazilda tez qarshi hujumda xavfli bo'lgan bo'lsa, Salah bu yerga kelib o'z ustida ishlab, realizatsiyasi oshadi va ko'proq gol uradigan o'yinchiga aylanadi. Va Salahni Romadagi fenomenal mavsumidan keyin 2017-yil yozgi transferlar oynasida 34 million yevroga Liverpoolga o'tadi. Va qolgani shunchaki tarix.